Sizga Alloh taolo o'sha nigohingizni tushishligini Alloh nasib qilib, aynan o'sha narsa sizniki bo'ladi. Bo'lgan shunday holat. Yo'ldan o'tib ketyapsiz, minglab odamlar u joydan o'tgan, hech kim olmagan, sizga nasib qildi. Nasiba siznikida, birodar. Shuning uchun bundan oldingi birodarlarimiz, bundan oldingi zamon allomalari aytishgan ekan, agar musulmonlar mana shu holatda davom etsalar, juda baquvvat va kuchli bo'ladilar deb. Mana shu holatdan ibrat olmoqligimiz, farzandlarimizni mana shu kayfiyatda tarbiya qilmoqligimiz va inshaalloh har bir ishda, har bir qilinajak vazifada farzlarni zoyi qilmasdan, Alloh chegaralarini buzmasdan, Alloh taolo man qilgan narsalardan voz kechgan holatda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislari bilan, ibodat bilan, din bilan